Rossiyada mehnat muhojirlari nima kutmoqda? Oxirgi payt shunchalik ko'p har xil qonunlar yo'lga qo'yilmoqda. Hammamiz bunga guvoh bo'lyapmiz. Dumaning o'zidan bir nechta qonunlar qabul qilingan. Bundan tashqari MVD, FSB, Tergov qo'mitasi va boshqa vakolatxonalar shu migrantlarga tegishli qonunlarga bir nechta o'zgartirishlarni kiritishdi. Bugungi loyihamizda shu yaqin vaqtda yuz beradigan qonunchilikda o'zgarishlar haqida gapirib chiqamiz. Chunki aynan shu o'zgarishlar mehnat muhojirlarini Rossiyada shu kelish, yurish, bu yerda ishlab pul topishiga ancha ta'sir ko'rsatadi. Birinchi bo'lib, bu Rossiyaga kelayotganlar uchun QR kodlar qo'yilmoqda. 30-iyundan boshlab Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlar gosuslug ilovasini yuklab olish kerak va bu ilovada Rossiyaga kelayotganligi haqida ma'lumotlarni zaranyi yuklab qo'yish kerak bo'ladi. Birinchi Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Virginia, здесь не канает, блядь. Birinchi bo'lib, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz yuklanadi, ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan yilingiz. Bundan tashqari Rossiyada qayerga kelayotganingiz, sizning ish beruvchingiz va hokazo ma'lumotlar yuklanadi. Bundan keyin gosusluga tizimi sizni Rossiyaning bazalaridan tekshirishadi. Shu zapretingiz bormi, yo'qmi? Reyestr kontrolируемых лицga tushib qolganmisiz yoki yo'qmi? Shtraflaringiz, to'lamagan soliqlaringiz bormi, yo'qmi? Bularni hammasini aniqlab, sizga yoki Rossiyaga kelish ruxsat beriladi yoki ruxsat berilmaydi. Shu kelayotgan 2-3 haftada bu yangi xizmat goslugalarga yuklanadi. Va endi har bir mehnat muhojir Rossiyaga kelayotganda aynan shu QR kod tizimidan o'tish kerak bo'ladi. Ha, aytgancha, Rossiyada o'zingizni shu reyestrdan keyin qarzlaringizni, shtraflaringizni Rosmigrant ilovasi orqali tekshirib olinglar. Xo'sh, shu narsaga chiqadi. Yana bir o'zgarish bu Rossiyada mehnat muhojirlarini registratsiyalariga tegishli. Hammamiz ko'rib turibmiz, hozir Rossiyada qo'llanadigan registratsiya tizimi yaxshi ishlamaydi. Ko'pchilik shu registratsiyalar deb Rossiyadan выдворение запретlarga ega bo'lishdi. Va aynan shu vaziyatni o'zgartirish uchun Rossiya hukumatı registratsiya tizimini o'zgartirmoqda. Hozircha bor rasmiy ma'lumotga binoan shu mehnat muhojirlarining registratsiyasining yangi tizimi ularning telefonlaridagi geolokatsiyalarga bog'langan bo'ladi. Bu degani Rossiyaga kirib kelgan mehnat muhojirlar o'zining telefonlarida shu bir qandaydir maxsus prilojenelar bo'ladi. Shu prilojenelar orqali geolokatsiyalarini MVD xizmatlariga ko'rsatish kerak bo'ladi va har bir yashayotgan joyini o'zgartirishini shu ilova orqali o'zgartirish shart bo'ladi. Yana bir o'zgarish bu Rossiyada chet el fuqarolarini SIM kartalar ishlatishga tegishli. Ilgari